Xudo xolasa bu videomiz do'koni bor tadbirkor akalarimiz uchun bo'ladi. Manfaatli xudo xolasa. Andijonga kelganmiz, Belita sexiga, paypoq sexiga. Hozir Bobur akam bilan birgalikda. Assalomu alaykum Bobur aka. Yaxshimisiz? Zo'r aka, rahmat. Hozir Durxan paypoqlar ishlab chiqarilyapti ekan bu joyda. Sizlarda Bobur akam Durxan bilan Belitani nima farqi bor? Shu haqida suhbatlashamiz xudo xolasa. Bobur aka, Botir akamning intervyularida, podkastda ko'rdim aka. Durxan paypog'i Turkiya bilan paypoqlardan bemalol raqobatlasha oladi ekan, to'g'rimi aka? $1 million tikilibdi Durxan paypoqlariga. Bu qanchalik nima desam bo'lar, rostmi bu? Bahromjon, to'g'ri ko'ribsiz, to'g'ri eshitibsiz. Buni keling amaliyotda shu ishxonamizga kirib, shu zavodga kirib sizga ko'rsatib bersam. Bahromjon, mana Durxan paypoqlar ishlab chiqaradigan fabrikaga yetib keldik. Bu yerda stanovlar soni 40 ta. Har biri mana paypoq ishlab chiqaradi. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Bu bozorlarda egallayotgan, internetda shov-shuv ko'tarayotgan paypoqlar shularmi? Albatta, shu mahsulotlar albatta shu yerda ishlab chiqariladi bizda. Durxan mahsulotlari. Xudo xolasa u butun Andijon, O'zbekistonni xudo xolasa egallaydi. Hozir Toshkent, Andijon, Voha har bir joyga berilyapti bu mahsulotlar. Materiali yumshoq ekan aka, lekin rostdan. Men hayron qoldim, rostdan materiallari yumshoq ekan. Bahromjon, buni mahsulotlar, Durxan mahsulotlari asosan bambuk, modal, tabiiy tolalardan ishlab chiqariladi. Mahsulot juda ham yumshoq, yoz uchun juda ham foydali. Shuning uchun ham cho'chimasdan internetda gapirilayotganda Durxan paypoqlari haqida. Albatta, xuddi shunday. Ko'ryapsizki, bu 3 qismi tikilmagan, to'qilyapti. Va bu yerda chok yo'q. Mana, chok yo'q. Insonning oyog'iga botmaydi, zarar keltirmaydi. Bobur aka, yana bitta savol aka, odamlar qiziqtirayotgan. Bu bambuk materiali bor, deyapsizlar. To'g'rimi? Bambukdan deyapsiz. Bu insoniyatga nima foydasi bor oyog'iga? Bahromjon, to'g'ri savol beryapsiz. Bambuk mahsuloti ham o'zi tabiiy toladan olinadi, bambuk daraxtidan olinadi. Birinchidan, ko'p insonlar bambuk desa sintetik mahsulot deb tushunadi. Bu tabiiy tola, birinchidan. Ikkinchidan, juda ko'p qulayliklari bor. Birinchidan, yoz uchun juda ham qulay. Mayin, razmeri o'zgarmaydi, rangi o'chib ketmaydi. Tashlaydi. 10 martagacha yuvsa, o'z sifatini yo'qotmaydi deb biz garantiya beryapmiz. Bobur aka, bu yerda faqat uzun paypoqlar ishlab chiqariladimi aka? Masalan, voy, ancha uzun bular. Qanday paypoqlar ishlab chiqariladi aka? Bu yerda Durxan fabrikamizda Bahromjon muskoy, jenskiy mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bu hozir klassik yo'nalishdagi erkaklar paypog'i. Buni polkarot, kalta qismi va piyatki, hozir yoshlar ichida ommalashgan piyatki variantlari ham ishlab chiqariladi bizda. Umuman razmer bo'yicha, dizayn bo'yicha muammo yo'q. Bobur aka, Durxan mahsulotlarini butun Andijon bo'ylab yetkazib beryapsizlarmi? Albatta, butun Andijon bo'ylab yetkazib beryapmiz. Bir oycha bo'ldi, butun O'zbekiston bo'ylab kiyim-kechak, oziq-ovqati bor magazinlarga yetkazib berishga yo'l qo'ydik. Xullas akalar, sizlarga juda katta mana yangilik bo'ldi. Durxan mahsulotlar bilan hamkorlik qilsanglar bo'laveradi.